o'tganingiz ma'qul. Demak, boshladik. Bugun nimalar o'tiladi? Bugun sizlar bilan yana shunday ro'yxat tuzish, ya'ni forum tuzishda ishlatiladigan kodlar. Select, option, forum, field set, input tab. Select nima uchun kerak bo'ladi? Aynan biror narsani tanlayotganingizda 3-4 xil tanlov orasidan shunda select, ya'ni select kod ochiladi, ya'ni hammasi mana bularning hammasi mana shuni orasida ishlatiladi. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak Sublime Text yordamida buni qanday va qilishni sizlarga hozir ko'rsataman. 2 marta bosib fayl ochdim, Ctrl+S, Web Development School 10-darslar papkasiga dars 10 deb dars.html deb san'at qilib qo'ydim. Xo'p, demak endi html deb ochdim dokumentni. Title. Xo'p, kelinglar bugun mayli biror bir narsa o'zimiz ko'rgan joyda yoki biror bir narsa hayolimizga kelgan narsani o'zimiz shunday forma qilib yangi kod yordamida o'rganamiz. Misol uchun meni hozir hayolimga kelgan narsa misol travel agentligi. Sayohat agentligi deymiz. Sayohat agentligi yoki misol uchun ro'yxat deylik. Online ro'yxat yoki shunchaki ro'yxat mayli. Ro'yxat deb yozilgan asosiy kodlarimiz body da bo'ladi. Buni bilasiz. Demak, mening shu yerda header elementidan foydalanaman. Mening sayohat rejam. Ctrl+S. Sayohat rejam deb yozdim va bugun o'rganadigan kodimizni unga kiritaman. Demak, u yerga qachon bormoqchiman? Qachon bormoqchiman deb yozdim. Va bu yerga endi biz birinchi bo'lib ishlatadigan narsamiz bu yerda input type bu yerda endi date deb yozaman. Name ga day deb yozaman. Ctrl+S yordamida buni ko'rib olaman. Open in browser. Va mana mening sayohat rejam. Bu yerda fayllar ko'payib ketdi, hammasidan chiqib ketaman. Mening sayohat rejam. Qachon bormoqchiman? Va mana shu yerga misol 30/09/2020 mana shu 30-sentyabr kuni bormoqchiman desangiz bo'ladi. Va mana ko'rib turganingizdek kalendar chiqyapti. Mana shu kalendar aynan mana shu kod yordamida chiqdi. Oldin bu yerga biz misol type ga text deb yozsak, bu yer text ga o'zgarardi. Endi date deb turib day deb yozsak, endi kalendarga o'zgaryapti. Va mana shunday bo'lib chiqyapti. Va men o'zimning ro'yxatimni davom ettiraman. Endi nima desam bo'ladi? O'zingizga o'zingiz savol berishingiz mumkin. Header 2 elementi bo'lsin, bu sal kattaroq. Qayerga borishim kerak? Yoki borish haqidagi o'zingizni tanlovlaringiz bo'lishi mumkin. Yoki u yerda necha kun bo'lasiz, shu haqida ham bo'lishi mumkin. Misol endi men qayerga borishim kerak dedingiz va endi shuni select deymiz. Select orasida esa option bo'ladi. Boshqa kod ishlatilib ketdi. Option bo'ladi. Option desa bu yerga valuesini kiritib option value bo'ladi. Ctrl+S. Value ga birinchisi misol uchun Samarqand bo'lsin.
Samarqand Ctrl plus S. Mana bu yerda faqat Samarqand chiqyapti. Yoki bo'lmasa mana misol biz Andijon tarafdan boradigan bo'lsak, birinchi reja qanday bo'ladi? Toshkent. Ya'ni birinchi Toshkentga boriladi, undan so'ng Samarqandga o'tadi, to'g'rimi? Bunday Toshkent Ctrl plus S. Shuni men ko'paytiraveraman. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V kamida 4 ta sizda tanlov bo'ladi. Ya'ni shuni tanlab ketishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi Samarqand bo'ladi. Samarqand, Buxoro bo'lishi mumkin. Buxoro. Bu yerda yana qanday shaharlar bor? Hop, mana Navoiy. Ctrl plus S bosdim va mana mening sayohat rejam, qachon bormoqchiman, qayerga borishim kerak. Va mana bu yerda select, aynan mana shu kod yordamida, mana bu select kodi yordamida aynan mana shu narsa chiqdi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, keyingi o'rganadigan kodimiz bu yerda endi qachon borishim kerak, qachon bormoqchimanda bu yerda ishlatibmiz. Endi u yerda necha kun bo'laman? Bunga paragraf ishlataman. Necha kun u yerda bo'laman. Ctrl plus S tugmasini bosdim va endi bu yerga input ishlataman. Yana input type bo'ladi, input type date bo'ladi va name ga day bo'ladi. Ctrl plus S. Buni ishlatibmiz. Kechirasiz, hozir ishlatgan kodimizni yozib olibman yana. Xo'p, u boshqa bo'ladi. Number bu yerda necha kun bo'laman? Misol number of days kunlar deb yozib turib 2 nuqta qo'ydim va endi input type. Hop, type ga men number yozaman. Name ga men num days va men kamida bu yerda 3 kun bo'lishim kerak va ko'pida bu yerda 9 kun bo'lishi kerak. Va mana kunlar 6, 7, 8, 9. 9 ga yetgandan keyin yog'iga ishlamaydi. Misol 12 qilib turib qilsangiz bo'lmaydi bu. Ya'ni bu yog'iga ishlamaydi yoki 3 dan pastiga ishlamaydi. Aynan mana shu yordamida, xuddi mana shu kod yordamida hozirgi ko'rsatgan narsam chiqadi. Va bu yerga ism deyman. Input bo'ladi. Input type text bo'ladi. Input type text bo'lgandan so'ng va mana bu yerda ism chiqdi. Ismingizni kiritib qo'yishingiz mumkin. Yoki bu yerga br Ctrl plus S tugmasi yordamida chiqadi. Line break elementini yana bir marta ishlataman. Kodini va mana ko'rib turganingizdek chiqdi. Endi men mana shularni hammasini bitta 4 burchak, ya'ni box deymizmi yoki bir 4 burchak ramka deymizmi, shunga solib qo'yishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Forum deyman. Hop, bu yerga ochdim. Buni orasida bo'lish kerak hamma kod. Shu sabab shu yerga olib qo'ydim. Forumda orasida esa
aynan mana shu field set degan kod yordamida mana buni closing tagini forumda ichiga solib qo'ydim. Unutmang shuni, kodlarda ketma-ketligi, ya'ni joylashuvi albatta bir xil bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, chalkash bo'lib ketmasin. Bundan oldingi darsda aytganim nested element bo'lib qolmasin. Va mana ko'rib turganingizdek bitta ramka hosil bo'ldi. Aynan bugungi o'rgangan kodlarimiz yordamida. Endi men shunda mening sayohat rejam mashina o'zini ramkadan tashqariga, ya'ni mana bu yerga chiqarib qo'yish uchun men qaysi kodni ishlataman? Uning uchun legend degan kod. Misol qayerga borishim kerak degan narsa bu yerda legend da bo'lsin. Ctrl C va mana bu yerdan tashqariga chiqdi. Aynan legend degan kodimiz yordamida. Mana ko'rib turganingizdek, bugun aynan mana shu narsalarni o'rgandik. Bugun o'rgangan kodimiz qolganlariga oldingi kodlardan nisbatan ko'proq bo'ldi. Albatta shu sabab hech qaysi kodni esdan chiqarib qo'ymaslikka, ya'ni hammasini birma-bir o'rganib chiqishni maslahat beraman. Keyinchalik albatta bu narsalar maketga yig'ilganda kerak bo'ladi. Bizni kuzatib borishda davom eting. Albatta bundan keyingi darslarda yana ham sifatli qilishga harakat qilaman. Sog' bo'ling. Darslarimiz yoqqayotgan bo'lsa, albatta bundan xursandman.